Assalomu alaykum azizlar. Bemor bizaga yo'g'on ichak uzayishi, Darixa kolon kasalligi bilan murojaat qilib kelgandi. Demak, tekshiruvlar natijasida yo'g'on ichak normadan juda uzunligi hisobiga bemorda doimiy qabziyat kuzatilardi. Biza bemorda demak kolektomiya, subtotal kolektomiya nima uchun? To'g'ri ichakning ma'lum bir qismi qoladi. Qolgan zararlangan yo'g'on ichakni olib tashlash operatsiyasini bajarib, iliorektal anastomoz qo'yib berdik. Bemorga xudo xolasa ichlari normada keladi. Ko'rishinglar mumkin. Ajratib olingan ichagi men sizga uzunligini ko'rsataman hozir. Mana shu yo'g'on ichak hisoblanadi. Mana uzunligi. Normada bu 1-10 sm atrofida bo'ladi, lekin bu uzunligi juda uzayib ketgan. Axlatlar demak bunda suv so'rilishi hisobiga demak axlatlar qurib qoladi va bemor ichi doimiy qotadi. Bu nima natijasida yuzaga keladi? Bemorlarda demak har xil holatlar etiologiyasi ko'p sabablari. Doimiy qabziyati bor bemorlar demak maslahatim tekshiruvlardan o'tish kerak va sababini aniqlash kerak. Doimiy ich keltiruvchi yoki huqnalardan, klizmalardan foydalanmaslik maqsadida demak yechimini topib bu kasallikdan qutulish kerak bo'ladi. Kimda shunaqa muammolar bo'lsa, bizga murojaat qilinglar, biz sizga yordam beramiz.